Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlar. Bugun sizlar bilan birga yoz kunida muzdekkina ichiladigan shunaqa ajoyib mazali go'jani birgalikda tayyorlaymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Go'jamiz uchun kerak bo'ladi bizga bug'doy 300 gram, bu yerda bug'doy bilan jo'xori aralashtirilgan tayyor go'ja uchun bozorlarda sotiladi. Shundan 300 gram, 1 litr qatiq, 2 osh qoshiqda qaymoq va bizga yana rayhon kerak bo'ladi, bir bog' yashilidan. Tabga ko'ra tuz. Hozir birinchi bo'lib ishimizni bug'doyni tozalab yuvib, suvga kattaroq idishga suvga to'ldirib solib qaynatamiz. 3 soatlarda bug'doyimiz pishib tayyor bo'ladi. Mana bug'doyimizni 4-5 marta iliq suvda yaxshilab yuvib oldik. Endi buni idishimizdan to'ldirib, suv qo'yib qaynatib qo'yamiz. Mana suv to'ldirib, quyib qaynatishga qo'ydik. Bu yerda mana idishim 5 litrli idish. Mana qaynab chiqdi. Suvni ko'pilab olib tashlaymiz-da. Past qilib qaynatib qo'yamiz. Miltilab qaynab yotish kerak. Suvni ko'pilab olib ko'lab turamiz. Mana ko'pilab olib tashladik, baribir yana qaynab, ozgancha ko'pilib chiqyapti. Olib tashlab turamiz, ko'lab turamiz. Shuni qaynab turish kerak. Endi 3 soatlarda pishadi, xudo xolasa. Mana 1 soat vaqt o'tdi. Anchagina kamaydi suvi. Hali qaynashi kerak yana 2 soat. Mana oradan 2 soat 40 minut vaqt o'tdi. Bu orada shunchalik suv kamaydi. Endi bug'doyga maza kirish uchun 1 osh qoshiqda tuz solib, ozgina yana qaynatamiz. Yana 20 minutcha qaynatamiz. Mana bitta katta osh qoshiqda tuz soldik. Yaxshilab aralashtirib, tuzlarni normaga keltirib olamiz. Mana hozir ko'rsataman bug'doy qanaqa yetilganini. Bug'doy jo'xorlari zo'r bo'lib ochilyapti. Mana. Bug'doylari yaxshigina ochilgan jo'xorlar bilan birga. Tuzlarni to'g'rilab olamiz, yana 20 minutcha qaynatamiz. Mana hammasi bo'lib 1 soatda pishdi. Endi o'chirib qo'yamiz-da, buni sovishini kutamiz. Mana bug'doyimiz muzladi. Endi bitta kattaroq idishga 1 litr qatiq bilan 2 qoshiq qaymoqni, katta qoshiqda qaymoq solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana qatiqqa qaymoq solib, endi buni bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik. Qatiqqa qaymoq aralashtirgan sababi qatiq yana ham mazali bo'ladi. Yana buni ustiga bug'doylarimizni solamiz, tayyor bo'lib pishirilgan. Mana sovaldik. Endi bo'lsa rayhonlarni bagini olib mayda qilib to'g'raymiz. Mana rayhon baylarini oldik, endi buni mayda qilib to'g'raymiz. Mana rayhonni ham to'g'rab oldik. Buni ham mana go'jamizga soldik. Ustidan ozgina tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana hamma narsani solib bo'ldik, go'jamizga kerak bo'lgan narsalarni endi bularni hammasini birgalikda yaxshilab aralashtiramiz. Mana go'jamiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazasi zo'r bo'lgan. Buni endi muzlatish uchun xolodilnikka 1,5 soatga qo'yib qo'yamiz. Idishimizdan ustini yopib, strech qilib qo'yib qo'yamiz. Mana strech yopdik. Endi xolodilnikka qo'yamiz. Mana oradan vaqt o'tdi. Muzdekkina bo'ldi. Go'jamiz endi buni kosalarga solamiz. Go'jamizdan quyuq suyuqligini ko'rsatmoqchi edim. Shunaqa quyuqqina bo'lgan go'jamiz. Agarda suyuqroq go'ja ichish xohlasanglar, qaynagan so'tilgan suvdan 1,5 litr qo'shishimiz mumkin. 500 ml qo'ysak, shunda ozgina suyuqroq bo'ladi. Lekin shu quyuqli varianti ham juda ham mazali. Mana go'jamizdan kosaga suv oldik. Shunaqa rayhonlari, bug'doylari, jo'xorlari ko'rinib turibdi. Mazasi juda ham zo'r bo'lgan. Endi rayhonlar bilan bezatamiz. Mana kosamizga solib, chiroyli qilib rayhon baylari bilan bezatib oldik. Ko'ringlar sizlar ham, juda ham mazali zo'r chiqadi. Yozda mana issiq kunlarda mazza qilib xolodilnikka muzdekkina qilib qo'yib ichsak bo'ladi. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Yana yangi videolarda uchrashguncha.